2025-yilda YTTlar to'laydigan qat'iy soliq stavkalari o'zgardi va 1-yanvardan shu miqdorlarda hisoblanadi. O'tgan yili fevraldan bo'lgan. Poytaxtda eng yuqori va eng past stavkalar va respublikamizning boshqa hududlari uchun stavkalari summalarida farq bo'ladi. Soliq stavkalari faoliyat turlari va faoliyatni amalga oshirish joylariga qarab tanlanishi kerak. Qat'iy soliq shu oy uchun oyning 15-sanasiga qadar ijtimoiy soliq bilan birga to'lanadi. Tadbirkor agar shu oyda ishlamasa, oy boshlanmasdan oldin davlat xizmatlariga ariza berib, nofaol holatga o'tkazib kelish kerak. Shunda unga 1 oylik qat'iy soliq hisoblanmaydi. Aks holda 1 kun ishlasa ham, 3 kun ishlasa ham, 30 kun ishlasa ham soliq qat'iy belgilangan miqdorda hisoblanadi. Bu yildan yangilik kengash deputatlari YTTlar uchun qat'iy soliq stavkalarini 383-moddada ko'rsatilgan summalar doirasida joyiga qarab belgilashadi. YTTlarga 5 tagacha xodim olish mumkin. Yana bir yangilik, bu yildan YTT xodimi uchun ish haqidan 12% daromad solig'i o'rniga qat'iy solig'i yarmini to'lash huquqi berilyapti. O'zi qat'iy soliq to'lovchi YTT hisobot topshirmaydi. Agar xodimi bo'lsa, daromad solig'ining hisobotini har oy topshirishi kerak. Endi xodimlari uchun qat'iy soliqni yarmini to'laydigan bo'lsa, daromad solig'i hisobotini ham topshirmaydi degani. 3-yangilik, endi savdo komplekslari va bozorlarda faoliyat yurituvchi YTTlar ham yollanma xodimlari uchun ijtimoiy soliqni yiliga kamida bazaviy hisoblash miqdorini 1 baravari hozirda 375 ming so'mni to'laydi. Oldin oyiga bazaviy hisoblash miqdorini yarmini to'lagan. Yollanma xodimlar uchun ijtimoiy soliqni to'lash muddati ham o'zgartirildi. 31-dekabrgacha bo'ldi. Oldin 1-dekabrgacha to'lasa 1 yillik staj yozilgan. Bu imkoniyatlardan foydalanib, respublikamizda faoliyat yuritayotgan hozir 293 mingdan ortiq YTTlar ham o'zini ishchilarini rasmiy ko'rsatib, ularni rasmiy daromadga ega qilishlari va ishchilari uchun pensiya ta'minoti uchun zamin yaratishgan bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.